Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 21-iyun sanasi. 3-terim jarayoni. Bugun boshladik. Pomidorlar shakli yaxshi bo'lib qoldi. Kalibri 200 gram, bundan ziyodlari ham bor. Lekin asosan yaxshi kattaroqlari bor. Bu yerda bir 8 kilomi chiqsa kerak. 3-terimda shu 7 tonnalar chama qilyapmiz. 7 tonna pomidor. Narxlari 3,5 ming, 4 ming shu atrof o'zgarishi mumkin. Bizda endi pomidorlarga ham anchayin kasallik tushyapti. Hozir ustidan yam-yashil bo'lib turgani bilan zamburug'li kasallik bor. Ana shunaqa barglari qurib ketyapti. Bunga endi 10 litrga 25 gram Ridamil Gold, Vistrobi 50%ligidan Krezaxim tarkibli 4 gram qo'shib kecha sepuvdik, ozroq yeriga yomg'ir tushib qoldi, to'xtatdik. Bugun sepib qo'yamiz. Endi yomg'irli kunlar juda ko'p bo'lyapti. Kecha ham yomg'ir, boshqa yerlarda bilmadim. Bizda shu kasallik ko'payib ketdi. Yomg'ir hisobiga. Deyarli har kuni yomg'ir. Shu palaklarni iloji boricha uzoqroq olib borishga harakat qilamiz. Hozircha bizda shular. Kuzatishda davom eting.